Pensionerlar, bu ma'lumot siz uchun juda muhim. Men bugun sizga bir ogohlantirishni aniq aytmoqchiman. Har qanday ariza, tilxat, rozilik xati yoki shunchaki imzo qo'yib bering deyilgan qog'ozga o'qimasdan imzo chekmang. Chunki bitta imzo sizning pensiyangizdan ushlab qolinishiga, qarz sizning nomingizga rasmiylashtirilishiga, bank kartangiz boshqaning qo'liga o'tishiga yoki siz bilmagan majburiyat paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu gap faqat bir ikki kishiga emas, har bir pensionerga, ota-onasi pensioner bo'lgan farzandlarga, mahalla faollariga va qarindoshlarga ham tegishli. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni ko'proq odam ko'rsa, shuncha ko'p inson o'z pulini va huquqini himoya qiladi. Men ko'p murojaatlarda bitta holatni ko'raman. Pensioner, men hech narsa olmaganman, hech narsaga rozi bo'lmaganman deydi. Lekin hujjat ochib qaralsa, uning imzosi bor. Shundan keyin masala murakkablashadi. Chunki imzo qo'yilgan qog'oz oddiy qog'oz emas, u huquqiy oqibat tug'diradigan hujjat bo'lishi mumkin. Masalan, pensiyani boshqa plastik kartaga o'tkazish haqida ariza, bank xizmatiga rozilik, kredit shartnomasi, qarzga kafillik, tovarni bo'lib to'lashga olish, kommunal qarzni tan olish, ortiqcha to'langan pensiyani qaytarish bo'yicha rozilik yoki biror shaxsga ishonchnoma berish kabi hujjatlar pensionerning moliyaviy ahvoliga bevosita ta'sir qiladi. Avval ko'p ishlar qog'ozda, mahalla yoki tashkilot orqali oddiy tartibda yurardi. Pensioner pensiyasini naqd olardi, hujjatni ko'proq o'zi borib topshirardi. Atrofdagi odamlar ham jarayonni ko'rib turardi. Hozir esa pensiyalar ko'pincha bank kartasiga tushadi. Xizmatlar raqamlashtirilgan, kredit va bo'lib to'lash shartnomalari telefon orqali ham taklif qilinadi. Kuryer kelib imzo oldirishi mumkin. Do'kon sotuvchisi mana shu joyga imzo qo'ying deb turadi. Ba'zan qarindosh yoki tanish ota, ona shunchaki formalnost deb qo'l qo'ydiradi. O'zgarishning eng xavfli joyi shunda. Pensioner hujjat mazmunini to'liq tushunmasdan imzo qo'yadi. Keyin esa tizimda hammasi qonuniy ko'rinadi. Men sizga eng muhim qoidani aytaman. Imzo bu men o'qidim, tushundim va roziman degan ma'noni bildiradi. Siz hujjatni o'qimagan bo'lsangiz ham, sizga tushuntirishmagan bo'lsa ham, keyin men bilmagan edim deyishning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Albatta, aldov, bosim, savodsizlikdan foydalanish, sog'liq holati sababli tushunmaslik kabi vaziyatlarda huquqni himoya qilish mumkin. Lekin buni isbotlash kerak bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman, eng yaxshi himoya sudga yugurish emas, avvaldan ehtiyot bo'lishdir. Asosiy qism 1. Nimani bilish kerak? Kim xavotir olish kerak? Kim xavotir olmasligi mumkin? Eng avvalo qaysi qog'ozlardan ehtiyot bo'lish kerakligini bilib oling. Birinchi xavfli hujjat bu pensiyadan ushlab qolish yoki pulni boshqa hisobga o'tkazish bilan bog'liq arizalar. Masalan, sizga bank kartangizni yangilaymiz, pensiyangizni tezroq tushiramiz, xizmatni ulaymiz deb qog'oz berishadi. Hujjatda esa sizning pensiyangiz ma'lum hisob raqamiga yo'naltirilishi, karta boshqaruvi boshqa odam telefon raqamiga ulanib qolishi yoki avtomatik to'lovga rozilik bo'lishi mumkin. Agar siz oyga 1 million 200 ming so'm pensiya olsangiz, har oy 100 ming yoki 200 ming so'm ushlanayotganini boshda sezmasligingiz mumkin. Lekin bir yil davomida bu 1 million 200 ming yoki 2 million 400 ming so'm bo'ladi. Pensioner uchun bu dori-darmon, oziq-ovqat va kommunal to'lovlar pulidir. Ikkinchi xavfli hujjat bu kredit, mikroqarz yoki bo'lib to'lash shartnomasi. Men ko'rgan hayotiy holatlardan birini tasavvur qiling. Nabira telefon olmoqchi. Do'konda bo'lib to'lashga berishadi. Lekin nabiraning rasmiy daromadi yo'q. Sotuvchi buvijonning pensiya kartasi bor ekan, u kishi nomiga rasmiylashtiramiz, baribir pulni o'zimiz to'laymiz deydi. Buvijon nabirasiga ishonadi va imzo qo'yadi. Telefon narxi 3 million so'm, ustiga xizmat haqi va foizlar qo'shilib 4 million 200 ming so'mga chiqadi. Nabira 2 oy to'laydi, keyin ishsiz qoladi. Bank yoki mikroqarz tashkiloti esa buvijondan talab qiladi. Chunki hujjatda qarz oluvchi buvijon. Natijada pensiyadan pul ketadi. Kechikish bo'lsa jarima qo'shiladi, kredit tarixi buziladi. Bu yerda telefonni men ishlatmaganman degan gap qarzni avtomatik yo'q qilmaydi. 3-xavfli hujjat bu kafillik. Ko'pchilik kafillikni oddiy tavsiya deb o'ylaydi. Aslida kafil bo'lish degani qarz oluvchi to'lamasa, men to'layman degan majburiyatdir. Masalan, qo'shni 20 million so'm kredit olmoqchi, sizdan faqat kafil bo'lib turing, sizdan pul so'rashmaydi deydi. Siz imzo qo'yasiz. 3 oy o'tib qo'shni to'lamaydi.
Endi bank sizga ham murojaat qiladi. Siz men pulni olmadim deysiz, lekin kafillik shartnomasida siz qarzni bajarilishga javobgar bo'lishga rozi bo'lgansiz. Pensionerlar ayniqsa bunday hujjatlardan ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki pensiya doimiy daromad sifatida ko'riladi va undiruv uchun manba bo'lishi mumkin. 4-xavfli hujjat bu ishonchnoma. Ishonchnoma to'g'ri ishlatilsa qulay. Masalan, sog'lig'ingiz sababli farzandingiz sizning nomingizdan hujjat topshiradi. Lekin noto'g'ri odamga keng vakolatli ishonchnoma berilsa, u sizning nomingizdan ariza yozishi, hisob raqam ochishi, mulk bilan bog'liq ishlarni yuritishi, pul olishi yoki shartnoma kirishi mumkin. Ayniqsa barcha ishlarni yuritish huquqi bilan degan jumlalar bor hujjatlarni juda sinchiklab o'qing. Agar siz faqat pensiya ma'lumotnomasini olish uchun ishonchnoma bermoqchi bo'lsangiz, unda aynan shu ish yozilishi kerak. Hamma joyda vakil bo'lishga ruxsat beraman degan umumiy iboralar xavfni oshiradi. 5-xavfli hujjat bu qarzni tan olish haqidagi tilxat. Ba'zan pensionerga sizning nomingizda kommunal qarz bor. Shuni tan olib imzo qo'ying, keyin bo'lib to'laysiz deyshadi. Agar qarz haqiqatan ham sizniki bo'lsa, summasi to'g'ri bo'lsa, muddatlar aniq bo'lsa, buni ko'rib chiqish mumkin. Lekin summa noto'g'ri bo'lsa yoki eski qarz bo'lsa, siz imzo qo'yib, keyin men rozi emasman deyishingiz qiyinlashadi. Masalan, xonadonda oldingi egadan qolgan 1.800.000 so'm qarz bo'lishi mumkin. Siz uni tekshirmasdan tan olsangiz, keyin to'lash majburiyati sizga yuklanib qolishi ehtimoli bor. Kimlar ayniqsa xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan pensionerlar, farzandlari boshqa viloyat yoki chet elda bo'lganlar, ko'rish yoki eshitishida muammo borlar, hujjatlarni o'qishga qiynaladiganlar, bank kartasini qarindoshiga berib qo'yganlar, telefoniga kelgan SMS kodlarni boshqalarga aytib beradiganlar. Shuningdek, yaqinda kredit olgan yoki kimdir nomingizdan nimadir rasmiylashtirishni so'rayotgan bo'lsa, juda ehtiyot bo'ling. Sizni shoshirishsa, hozir imzo qo'ymasangiz pensiya to'xtaydi. Bugun oxirgi kun. Boshqalar ham imzo qo'ydi deyishsa, bu ham xavf belgisi. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar hujjatni o'zingiz o'qigan bo'lsangiz, undagi summa, muddat, majburiyat, tashkilot nomi, hisob raqami, telefon raqami va oqibatlarni tushungan bo'lsangiz, nusxasini olgan bo'lsangiz, shunda oddiy rasmiy hujjatdan qo'rqish shart emas. Masalan, pensiya tayinlash uchun pasport nusxasi, mehnat daftarchasi, ish staji haqida ma'lumotnoma topshirish normal jarayon. Bank kartani almashtirish ham normal bo'lishi mumkin. Lekin normal jarayon degani o'qimasdan imzo qo'yish mumkin degani emas. Hatto eng oddiy arizada ham men roziman degan jumla nimaga rozilik ekanini bilish kerak. Endi men eng ko'p uchraydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat: bo'sh joyi bor qog'ozga imzo qo'ymang. Ba'zan hujjatda summa yozilmagan, sana qo'yilmagan, tashkilot nomi to'liq emas. Keyin to'ldirib qo'yamiz deyshadi. Bu juda xavfli. Siz bugun 500.000 so'm uchun imzo qo'ydim deb o'ylaysiz. Ertaga hujjatda 5 million so'm paydo bo'lishi mumkin. Har qanday bo'sh satr ustidan chiziq tortilishi kerak. Barcha raqamlar so'z bilan ham yozilishi kerak, sana aniq bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik jihat: SMS kod ham imzo kabi oqibat berishi mumkin. Hozir ko'p xizmatlarda elektron tasdiqlash bor. Kimdir sizga qo'ng'iroq qilib, men bankdanman, pensiyangizni tekshiryapmiz, telefoningizga kod keladi, ayting desa, hech qachon aytmang. Bank, pensiya organi yoki davlat tashkiloti sizdan maxfiy kodni so'ramasligi kerak. Kod aytilsa, sizning nomingizdan ilova ochilishi, karta ulanib qolishi, pul yechilishi yoki shartnoma tasdiqlanishi mumkin. Qog'ozga imzo qo'ymang degani faqat ruchka bilan imzo emas, telefon orqali rozilik va kod berish ham shu xavfga kiradi. 3-nozik jihat: bepul sovg'a, chegirma. Kompensatsiya degan so'zlar o'rtada shartnoma bo'lishi mumkin. Masalan, kimdir uyma-uy yurib, pensionerlarga tibbiy uskuna, massaj apparati, filtr, qozon yoki maishiy texnika taklif qiladi. Bugun aksiya. Siz faqat qabul qilib olganingizni tasdiqlaysiz deydi. Qog'ozda esa tovar bo'lib to'lashga sotilgani yozilgan bo'ladi. Tovar narxi bozorda 600.000 so'm bo'lsa, shartnomada 2.500.000 so'm bo'lishi mumkin. Keyin har oy pensiyadan to'lashga majbur bo'lasiz. Tovarni ochib ishlatib yuborsangiz, qaytarish ham qiyinlashadi. 4-nozik jihat: qarindosh bilan bo'lgan hujjat ham hujjat. Ko'pchilik o'g'lim-ku, qizim-ku, jiyanim-ku deb imzo qo'yadi. Men oilaviy ishonchni buzmoqchi emasman, lekin huquqiy masalada mehr boshqa, majburiyat boshqa.
Farzandingiz sizning nomingizga kredit olsa, bank uchun u farzand emas, siz qarz oluvchisiz. Qarindoshingiz sizning kartangizni ishlatsa, pulni kim yechganini isbotlash qiyin bo'lishi mumkin. Kartani, PIN kodni, mobil ilova parolini, SMS kodni hech kimga bermang. Agar yordam kerak bo'lsa, ishonchli odam bilan birga bankka boring, lekin nazoratni o'zingizda saqlang. 5-nozik jihat. Pensiyadan ushlab qolishning qonuniy holatlari ham bor. Masalan, sud qarori, ijro hujjati, aliment, qarzdorlik, ortiqcha to'langan pulni qaytarish kabi holatlarda ma'lum tartibda ushlab qolish bo'lishi mumkin. Lekin bu ham cheksiz degani emas. Sizga sabab tushuntirilishi, hujjat ko'rsatilishi, qancha summa va qaysi muddatda ushlanishi aytilishi kerak. Agar siz pensiyangiz kamayganini sezsangiz, shunaqa bo'lsa kerak deb yuravermang. Darhol sababini so'rang. Ba'zan texnik xato, noto'g'ri hisob-kitob yoki boshqa shaxsning qarzi aralashib ketgan holatlar ham uchraydi. 6-nozik jihat, men o'qiy olmayman yoki ko'zim yaxshi ko'rmaydi degan holatda ham yechim bor. Siz hujjatni ovoz chiqarib o'qib berishlarini talab qiling. Yoningizda ishonchli odam bo'lsin. Hujjatning fotosuratini farzandingizga yuboring. Tushunmagan so'zingizni so'rang. Bu yerda foiz bormi? Bu yerda qarz bormi? Bu yerda pensiyamdan pul ushlanadimi? Bu yerda mening nomimdan boshqa odam ish qilishiga ruxsat bormi? Deb aniq savol bering. Savol berganingizdan uyalish kerak emas. O'z pulingizni himoya qilish uyaladigan ish emas. 7-nozik jihat. Hujjat nusxasini olmaslik katta xato. Siz imzo qo'ygan har qanday hujjatning bir nusxasi sizda qolishi kerak. Agar nusxa bermaymiz desa, nega bermasligini so'rang. Hech bo'lmasa telefoningizga rasmga oling. Hujjatda kim qabul qilgani, tashkilot nomi, sana muhr yoki elektron tasdiq bo'lsa, hammasi ko'rinib tursin. Keyin nizo chiqsa, sizda dalil bo'ladi. Men qayerga imzo qo'yganimni bilmayman degan vaziyat eng yomon vaziyatlardan biridir. Endi nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, sizga imzo uchun hujjat berishsa, darhol imzo qo'ymang. Hujjatni to'liq o'qing. Sarlavhasiga qarang, arizami, shartnomami, tilxatmi, ishonchnomami, rozilik xatimi. Keyin eng muhim joylarini tekshiring. Summa, muddat, foiz, jarima, ushlab qolish, vakolat, hisob raqami, karta raqami. Telefon raqami, tashkilot nomi. Agar shu so'zlardan bittasini tushunmasangiz, imzo qo'ymang. Ikkinchi qadam, o'zingizga 3 ta savol bering. Men bu hujjat bilan nimaga rozi bo'lyapman? Bu hujjat tufayli mendan pul ketadimi yoki pensiyam kamayadimi? Bu hujjat boshqa odamga mening nomimdan ish qilish huquqini beradimi? Agar javob aniq bo'lmasa, hujjatni uyga olib boring yoki rasmga olib mutaxassisga ko'rsating. Sizga uyga olib ketish mumkin emas deysa, shoshilmang. Muhim hujjatni o'qish uchun vaqt berilmasa, bu xavf belgisi. 3-qadam, bank kartangizni tekshiring. Pensiya qaysi kartaga tushayotganini, karta qaysi telefon raqamiga ulanganini, SMS xabarnoma kimning telefoniga kelishini aniqlang. Bankka borib, mening pensiya kartamga bog'langan telefon raqami qaysi? Avtomatik to'lovlar bormi? Kredit yoki qarz bo'yicha ushlab qolish bormi deb so'rang. Pasportingizni olib boring. Agar kartangizni boshqa odam ishlatayotgan bo'lsa, darhol PIN kodni almashtiring, mobil ilova parolini yangilang. Kerak bo'lsa yangi karta oching. 4-qadam, pensiyangiz summasini nazorat qiling. Har oy qancha tushganini yozib boring. Masalan, daftarga sana tushgan summa, yechilgan summa, qolgan pulni yozing. Agar odatda 20 million 5 ming so'm tushib kelgan bo'lsa, bir oy 20 million 2 ming so'm tushsa, farqni darhol aniqlang. Pensiya bo'limiga, bankka yoki ijro organiga murojaat qilib, ushlab qolish sababi haqida yozma ma'lumot so'rang. Og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Yozma javob keyingi himoya uchun kerak bo'ladi. 5-qadam, agar siz allaqachon shu hujjatga imzo qo'ygan bo'lsangiz, vaqtni boy bermang. Avval hujjat nusxasini toping. Qaysi tashkilot bilan bo'lganini aniqlang. Bank bo'lsa bankka, do'kon bo'lsa sotuvchiga, mikroqarz tashkiloti bo'lsa shu tashkilotga yozma ariza bering. Arizada men ushbu shartnoma yoki ariza mazmuni bo'yicha tushuntirish berishingizni, qarzdorlik summasi, foizlar, jarimalar, to'lov jadvali va imzolangan hujjat nusxasini taqdim etishingizni so'rayman deb yozing. Arizani 2 nusxada topshiring. Birini ularga bering, ikkinchisiga qabul qilingan sana va imzo qo'ydirib o'zingizda qoldiring. 6-qadam, aldov bo'lgan deb hisoblasangiz, tegishli organlarga murojaat qiling. Iste'molchi sifatida huquqingiz buzilgan bo'lsa, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga, bank yoki kredit tashkiloti bo'lsa,
Markaziy bankning murojaat kanallariga. Firibgarlik alomatlari bo'lsa, ichki ishlar organlariga, pensiya hisob kitobi bo'yicha muammo bo'lsa, pensiya bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda his tuyg'u bilan emas, fakt bilan yozing. Qachon, qayerda, kim, qanday hujjat. Qancha summa, sizga nima deyilgan, aslida nima chiqqan. Qo'lingizdagi nusxalar, chek, SMS, qo'ng'iroq yozuvi, guvohlar, bank ko'chirmasi hammasini ilova qiling. 7-qadam, kelajak uchun oilada qo'yda o'rnating. Farzandlaringizga ayting, mening nomimga kredit bo'lib to'lash, kafillik, ishonchnoma faqat hamma o'qib, maslahatlashib, tushunib bo'lgandan keyin bo'ladi. Pensiya ota-onangiz bo'lsa, ularning telefoniga keladigan bank xabarlarini nazorat qilishda yordam bering, lekin ularning nomidan yashiricha ish qilmang. Eng yaxshi yordam bu nazoratni tortib olish emas, tushuntirib xavfsiz tartib yaratishdir. Men bugun sizga bitta asosiy fikrni yetkazmoqchiman. Pensioner uchun imzo bu shunchaki rasmiyatchilik emas, u pul, pensiya, qarz, karta, mulk va huquq bilan bog'liq jiddiy masala. Hujjatni o'qimay imzo qo'ymang. Bo'sh joyi bor qog'ozga imzo qo'ymang. SMS kodni hech kimga aytmang. Kartangizni boshqalarga topshirmang. Har qanday shartnoma nusxasini oling va pensiyangizni har oy tekshirib boring. Agar shubha bo'lsa, shoshilmang, so'rang. Yozma javob talab qiling, mutaxassisga ko'rsating. Sizning tajribangiz boshqalarga ham yordam beradi. Izohlarda yozing. Siz yoki tanishlaringiz orasida pensioner nomiga kredit, kafillik, noto'g'ri ushlab qolish yoki tushunmasdan imzo qo'yish holati bo'lganmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, mahalladagi pensionerlarga yuboring. Bitta ogohlantirish kimningdir pensiyasini tinchlik va mehnat bilan topgan haqini saqlab qolishi mumkin.